Assalomu alaykum, Fabirlik mahsulotlarining oshiqlari. Qalaysizlar, go'zallar, yaxshi insonlar, sog' salomat yuribsizlarmi? Sizlar bilan takror uchrashtirgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Buyurtmalaringiz kelgan, oila a'zolarimga sovg'alarimni olganman. 2 kun bo'lgan, lekin hech qanaqasiga video olishga vaqtim yo'q edi. Mana bugun ekan. Demak, avvalambor sizlarni kirib kelayotgan 2026-yil bilan tabriklab qolaman. 2026-yilda qilayotgan orzularingiz maqsadga aylanib amalga oshishini tilakdoshiman. Demak, boshladik. Mana buyurtmalar dastavka qilib olganmiz. Endi ko'rsatamiz. Avvalo sovg'alarimni ko'rsatay sizlarga. Chunki sovg'alarimning ichida novinkasi bor. Keyin buyurtmalarni ko'rsatamiz. Undan keyin yana baribir ozgina qo'zg'orimga narsa olganman, uni ko'rsatamiz. Qaranglar. Sovg'ani birinchi Voliday muhtaramamdan. U kishiga Oferik Sansuelni yaxshi ko'radilar. Bu Oferik Sansuel novinkamiz. Buni artikuli kechgina yozilgan ekan. 3729. Sovg'ani egasiga beramiz, to'g'ri, lekin ochib ko'ramiz. Iloji yo'q. Buni sizlarga ko'rsatishim kerak, bu go'zallikni. Endi ayam meni tushunadilar, bilaman. Ochamiz. Shunday ochib shunaqa qaranglar, barxitni chiroylik, shu anavi teginganda ham yoqimli bir anaqasi bor. Hidini ko'ramiz. Oferik Sansuel qandaydir bir ajoyib shokolad nimasini beradi. Hidini beradi. Buni ko'ramiz. Çok judayam bir yoqimli. Lekin Oferik Sansuelning o'ziga o'xsharkanda yumshoq, yana ham yumshoq, yana ham yoqimli ekan. Men o'ylaymanki, bu meni ayamga yoqadi. Bu duhi. Katalog narxi 277 ming. Buni nimasi bor? Beauty Cafe Cherry, Murmur Noir, Shaymelis chiqqan. Agar o'qilishini to'g'ri qo'yayotgan bo'lsam, Shaymelis. Endi ayamdan keyin demak, bolalarimni ayasiga, ya'ni o'zimga meni Fabirlikda oldin men ham buyurtmachi bo'lgan maslarga o'xshagan eng birinchi oshiq bo'lib qolgan mahsulotim mana shu Festa de Vita. Qaranglar, yangi formatda chiqibdi. Demak, buni ochaveramiz. O'zimga buning uchun xohlaganimday ochib, buni kattasini bekor olib tashladi deb ko'p nima qilib yuruvdim. Xafa bo'lib yuruvdim. Endi nima anaqa bo'ladi, kichkinasidan ko'p olyapman, kattasi yaxshi edi dedim. Mana shunaqa dizaynni ham juda ham chiroyli qilganlar, menga yoqdi buni dizaynlari. Mana Festa de Vita. Ichki dizayn ham chiroyli bo'lgan, faqat meni qiziqtirgan narsa hidi o'shami yoki yangilik kiritishganmi? Sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Juda ham chiroyli flakon. Men o'zi pushti rang yaxshi ko'raman. Bu ham shunga yaqin bir rangda. Bu Festa de Vita'ni yaxshi ko'rishimdan sabab avvalambor buni hidi juda ham yoqadi. Keyin buni hidi 4 faslga xitob qiladi. Hamma faslda sepsangiz ham joningizga tegmaydi. Yozda ham sizga turib bera oladi. Bahorning iliq kunlarida, qishni sovuq va kuzni yoqimli yomg'irli kunlarda ham turib bera oladi. Qani o'zimni Festa de Vita o'sha hid, o'sha yoqimli, ya'ni men maza qilib ishlata oladigan. Eskidan bunday uzun chiroyli edi. Endi dumboq yangi formatda mana shunday qilib chiqarishibdi. Yoqdi. Buni artikuli xo'sh, 30:00. Demak, bunimiz yaltirayapti-da shu payt. 50 ml bo'lishi kerak. Сейчас найдем.
50 millilitr. Keyin sovg'amiz singlim Zarina xonimga. Tavarroni juda ham yaxshi ko'radi. Xudo xolasa, endi borib bu sovg'alarni berish bor. Artikuli 88001. Buni hidi juda ham zo'r. Ya'ni ko'pchiliklaringiz narkotik deb sevadigan bo'ynak duxilariz bor-ku, mana shu hidi o'xshaydi. Shunday shu bilan birga bir buni hidi hattoki u siz aytgan narkotikka qaraganda ozgina yumshoqroq va juda ham yoqimli. Bu jenskisi. U narkotingiz nomi uniseksmi shunaqa. Undan keyin ikkita kichkina o'g'limga sovg'asini berib bo'lganman. Endi kattasiga qarasam, machalkasi tugab qopti. Shuning uchun unga 910 538 artikuli Beauty Cafe'dan sovun bo'laklari bilan machalka 75 gram grushovoy parfum. Mana shu sovunli machalkani sovg'a qilishga qaror qildim. Unga yoqadi mana shunaqa machalkali sovunni juda ham yoqadi. U oldin oranjovoy apelsinligini bergan edim, endi bunga o'tdik. Endi ro'zg'orimga mana bunaqa takrorladim. Suyundan kumkvat va pitaya gel kontsentrat для мытья посуды 0+, artikuli 319. Shuni dozatorli bo'lgani uchun sovuq suvda ham bemalol yog'li posudalarni, ya'ni o'sha hamma idishlarni yuvib olgani uchun va hidi juda ham yoqimli bo'lgani uchun men buni takrorladim. O'tgan safar bergamotligini olgan edim, bu safar kumkvat pitayaga qaytdik. Va men hidi bo'lmasa bo'lmaydigan mana bunaqa mыло для кухни, устраняющий запахи yaxshi ko'raman. Mana orxideyalisi. Artikuli 320 juda ham yaxshi ko'raman bularni. Chunki kolbasani hidini, baliqni hidini, chesnok, piyozni hidini, yana masalan idish yuvganda shu idish yuvadigan shu kubkalaringiz ozgina hidlarni qolsami, chunki men uyimda bir o'zim oshxonada emasman. Bolalarim ham idish yuvib qo'yadi, o'g'il bolalar unaqa ham toza ishlamaydi baribir. Ular tez-tez yuvsin, tez-tez qochsin ishiga, o'qishiga, o'yiniga shunaqa. Shuning uchun shu hidlarni yo'q qiladi va idishlarda ham yomon hidlarni stolning ustida kechirasizlar, bizda mana shunday. Men videosini yo telefon bo'ladi, yo bizda hayvonimiz ovoz beradi. Shunaqa. Mana shularni yo'q qiladi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Xo'p. Zakazlarimiz, buyurtmalarimiz bor. Buyurtma egalarini aytamiz. Mana bu Samarqand Gidromet go'zali nazokatxonni zakazlari. Retinoldan olganman. Nima anaqasi, qanday shu oddilarni o'qidim, zo'r dedilar. Men dedim bu retinolni men o'zim shaxsan ishlatib ko'ryapman. Zo'r ekan dedim. Afsuski sizga ochib ko'rsata olmas ekanman buni. Bu yopiq, mana bu yerdan yopiq. O'zimga olsam, undan keyin ko'rsataman. Demak, ночная омоложающая сыворотка для лица 24/7. Yoshartiruvchi kechki zardobcha. Men aytdim u kishiga shu bilan birga seriyani ishlatsangiz yana ham effekti zo'r bo'ladi dedim. Bo'lmasa bitta zakaz qiling dedilar. Buni artikuli 121 54, ya'ni 30 ml. Undan keyin pomadalari bor. Mana bunaqa chiroyli pomadalari. Xo'p, pomada elixir для губ My Lips artikul 41 204. Buni ham ochmaylik, mayli egasiga yangi yil sovg'asi o'zlariga olayotgandirlar. Juda ham chiroyli bir hidi bor. Rozovый sholkmi shunday chiroyli pushti rangda. Yetkazaylik. Bizlarni Yuqori Xo'jasoat mahallasining go'zal kelinchagi Mohina kelinimizga, o'zlari va opalariga mana bunaqa ko'z qalamimiz 5494 Koxil Kayl Faberlik halol mahsulotiga ega. Mana shunaqa nimamiz, qalamimiz. Undan keyin bitta novinkamiz bor. Mana Faberlik Smorodinovый gel для душа chiqaribdi. Shu yangi kelayotgan katalogimizning novinkalaridan mana bu retinol va mana bu Smorodinovый gel dushi. Smorodinovый gel dushamiz Vitamaniyada bor edi. Kimga qanday bilmayman, menga juda ham yoqardi. Yo'q bo'lib ketdi, uni olib tashlashdi. Qani buni ko'ramiz birgalikda sizlar bilan. Nima hid bo'lar ekan? Haqiqatda bir ajoyib smorodinani hidi, hech qanaqa boyagi ximikat qo'shilganlik
shirin hidchalar beriladi, nimadir dozatorlar qo'shiladi, dozировкалар qo'shiladi, yo'q. Hidi shunaqa yoqimliki, smarrodinani yaxshi ko'rsa, demak o'shanga albatta to'g'ri keladi. Va shularning ichida birinchi oshig'i o'zimman shu kelibdi o'shani endi. Xo'p, yana krem для век. Oldim o'zimga qachondan beri olaman deb 15 ml. Xo'p, artikuli 120-41. Qovoqlarimda nazokatni gapirsam, nazokat telefon qiladi. To'xtanglar, shu telefonni o'chiray deman. Qovoqlarimda osilishlik ketyapti. Mana yoshligimda bundayroq bo'lgan bo'lsa, endi bundayroq ketyapti. Shuni oldini olish uchun menga yordam beradigan mana Faberlikdan krem для век. Buni effektini ustozlar ko'rgan, doim aytishadi. Mana shu bilan men qovoqlarimni ko'tarib yuribman deb, mana shunaqa ishlatib ko'rib, effektini o'zimda ko'rib boraverasiz. Men masalan, boyagi qovog'ini nima orqali juda ham majbur qolishmasa, ko'zga zarari bo'lmayotgan bo'lsa, ko'rish qobiliyatiga, buni operatsiya qilib olib tashlashlik tarafi o'zim uchun, shaxsan o'zim uchun tarafdori emasman. Chunki bitta organizmni kesilgan joyi yillar davomida o'sha molekulalar birlashib, qachon bir-biriga topib birlashadi, bungacha baribir azob beradi. Shuning uchun hech keragi yo'q. Meni shaxsiy fikrim shunaqa. Shuning uchun buni olishga qaror qildim mana. Sizlarga ham kimga kerak bo'lsa, mana ekspertdan krem для век artikuli yana bir marta aytay. Tak 120-41 tavsiya qilib qolaman. Mana men 40 yoshimda endi boshlayapman. Balki oldinroq boshlashim kerak edi, lekin bugunga nasib ekan. Demak, mana bunaqa 50% skidkamiz bor. Bu skidkalarimiz nimaga yordam beradi bizlarga? Bu skidkalarimiz demak, birinchi katalogda, mana 19-katalogimiz tugash arafasida, 4-yanvar uni oxirgi muddati va 5-yanvardan boshlab 2026-yilning birinchi katalogi boshlaydi. O'sha katalogda bu amal qilish muddati boshlaydi buni. Hozircha har sizni 200 minglik buyurtmangizga bitta 50% chegirma kuponi olishingiz mumkin. Demak, unga nimalar kiradi? Ароматерапия, гигиена, декоративная косметика, косметика для дома, парфюмерия, уход за волосами, уход за кожей. Har 200 mingizga bitta chegirma bo'ladigan bo'lsa, mana shu men o'qib o'tgan mahsulotlardan bittasini 50% chegirmada bemalol ola olasiz. Va Beauty Cafe Cherry, Bo'ston mahallasining go'zal kelinchaklaridan meni dugonam Gulnoz xonimga mana xudo xolasa bugun ertaroq chiqamanda smenaga borishda yetkazaman. Artikuli 31-12. Shu bilan sizlar bilan men o'ylayman, agar boshqa zakazlar bo'lmasa, buyurtmalar bo'lmasa, 2026-yilda uchrashamiz. Ungacha Allohga omonatsiz. O'zingizni sevishni unutmang, o'zingizga Faberlik mahsulotlardan buyurtma qilishga tortinmang. Men borman. Men veb konsultant, sizlarga bu mavzuda yordam bera olaman. Sizga kerak bo'ladigan mahsulotni aniq birga topamiz. Olamiz, buyurtma beramiz, dastavka qilib yetkazamiz, oyog'ingizga olib boramiz. Allohga omonatsiz, hammalaringizni yaxshi ko'raman.